هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Vakia tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Vakia suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Vakia Mekke'de nazil bo'lgan 78 ayet. Sure Vakia'nın fazileti to'g'risida Abu Ishaq Ikrimadan İbn Abbas'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Bakr: "Ey Allohning payg'ambari, haqiqatan chochlaring oqirib ketibdi" deganda payg'ambar alayhisalom: "Meni Hud, Voqea, Mursalat, Naba ve Tekvir qatorliq suralar qiritib o'tdi" deb javob bergan. Bu hadisni İmam Termizi rivoyat qilgan. İmam Ahmad Jabir ibn Samuraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozlarni bugungi kunda sizlar o'tayotgan namozga o'xshash o'taydi, lekin u yengil o'taydi. Onun namazı sizlarning namozinglardan yengil edi. O fajr namazda sure Vaqia'ni ve onun o'xshash surlarni o'qiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet shafqatlik ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat qoyim bo'lgan chaqda hech odam uni inkor qila olmaydi. Zimin qattiq tavritilgan, tog'lar parchalanib, to'zandek to'zib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarni do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushirdi. Ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. Sizlar qiyomatda 3 firqaga bo'linsizlar. Birinchi firqa saodatmanlardir. Saodatmanlar qanday odamlar? Ular nomi amali o'ng tarafidan beriladigan odamlardir. İkinci firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qanday odamlar? Ular nomi amali sol tarafidan beriladigan odamlardir. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir. Ular nazu ne'matlik jannatlarda Allohga yaqin bo'lguvchilardir. Qiyomat kunining ahvollari to'g'risida. Voqea qiyomat kunining ismlarining biridir. U cho'qim amalga oshadigan va vujudga keladigan bir kun bo'lganligi uchun shundoq deb atalgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Hech odam uni inkor qila olmaydi. Yani eğer Allah Teala onun vücut çıkışını irade qilsa, onun yüz berishini hiç kim qaytara olmaydi ve to'sib qala olmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan: Allah tarafidan kelgan qarshi to'g'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Rabbinglarning da'vatini qabul qilinglar. Bir tilguchi, yani Nazar ibn Haris kafirlarga cho'qim bo'ladigan azobning tushishini tiladi. U azobni hech odam qaytara olmaydi. Allah biror shayga vujudga kel desa, darhol keladigan kundiki, ya'ni qiyomat kunidagi azobdan qo'rqinglar. Allohning so'zi haqdir.
sur chilinilgan kundagi, ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Allah yoshurun ve oshkor narsalarni bilguchidir. Allah hikmet bilen ish qilguchidir. Bandalarining ahvolidan xabardardir. Muhammad ibn Ka'b mundaq deydi: Qiyomat cho'qim bo'ladi. Qatada mundaq deydi: Qiyomat cho'qim amalga oshadi. Uni to'sish va qaytarib etish hech mumkin emasdir. Zemin qattiq tavritilgan, tog'lar parchalanib, to'zandek to'zib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarni do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushirdi. Ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. Ya'ni garchi ba'zi kishilar dunyoda obro'liq bo'lsa-mu, qiyomat ularni jahannamning eng tagiga tushirib etadi. Ba'zi kishilar dunyoda ojizlardan sanalsa-mu, qiyomat ularni eng yuqori darajalik jannat illiyonga tugumaydigan nozu ne'mat martabasiga ko'tardi. Hasan, Qatada va boshqalarmu bu oyatni mushundaq tafsir qilgan. Avfi ibn Abbasning qiyomat ba'zilarni do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushirdi, ba'zilarni jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat yiroq yaqin hammaga o'zining qo'rqinchli ahvolini anlatadi. Ikrima mundaq deydi: Qiyomat tuvanlab, eng tuvandikilarga yuqori o'rlab, eng yuqoridikilarga o'zining qo'rqinchli ahvolini anlatadi. Zahak va Qatadamo mushuning o'xshash tafsir qilgan. Zimin qattiq tavirtilgan, ya'ni u chaqda zimin qattiq harakatga kelib, uzundan to'g'risiga tavritildi. Ibn Abbas, Mujahid, Qatada va bir qancha kishilar bu oyatni zimin qattiq tavritilganda deb tafsir qildi. Rabi ibn Anas mundaq deydi: Zimin o'zidagi narsalar bilan xuddi g'alvir tasqigandek tasqiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Zimin qattiq tavritilganda, ey insonlar, Rabbinglardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Tog'lar parchalanib, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Qatada va boshqalar bu chaqda tog'lar poch-poch bo'lib ketadi dedi. Ibn Zayd bu kunda tog'lar xuddi Alloh taolo bir döve tarqaq qumga aylandi degandek bo'lib ketadi dedi. To'zandek to'zib ketgan chaqda Abu Ishaq Harisdan Ali radhiyallohu anhuning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Tog'lar to'pchanglarga aylanib, buningdan hech narsa qolmay to'zib yo'qolib ketadi. Avfi ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tog'lar o'tdan uchqundab chiqqan uchqunlarga o'xshab qoladi. O't ulg'aysa, uningdan uchqunlar chachirab chiqadi. Yerga tushganda bo'lsa, yo'qolib ketadi. Ikrima mundaq deydi: Tog'lar shamol surayotgan to'zandek bo'lib ketadi. Qatada mundaq deydi: Tog'lar shamol surayotgan quruq chov chatqallarga o'xshab qoladi. Bu oyat bu mazmundagi boshqa oyatlarga o'xshash qiyomat kuni tog'larning o'z o'rnidan yo'qoladiganligini, to'zib etilgan yunga o'xshash bo'lib ketadiganligini ko'rsatadi. Qiyomat kuni insonlarning 3 qismga bo'linadiganligi to'g'risida. Sizlar qiyomat kuni 3 firqaga bo'linsizlar. Ya'ni qiyomat kuni insonlar 3 qismga bo'lindi. Ularning bir qismi arishning o'ng tarafida bo'ladi. Ular Adem alayhissalomning o'ng tarafidan chiqqanlardir. Ularning nomi amal daftarlari o'ng tarafidan berildi. Ular arishning o'ng tarafiga elib berildi. Suddi mundaq deydi: Ular jannatga kiradiganlarning ko'p sondakilarini tashkil qiladi.
Yana bir qismi arshning so'l tarafida bo'ladi. Ular Adem alayhissalomning so'l tarafidan chiqqanlardir. Ularning nomi amal daftarlari so'l tarafidan berildi. Ular arshning so'l tarafiga elib berildi. Ular umumyuzlik devzax ahlidir. Biz Allohga sig'inib, ulardan bo'lib qilishdan, ularning qilmishlarini qilib qilishdan panoh tilaymiz. Amin. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. 3-qismdagilar yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, g'olib va buyuk Allohning oldida turg'uvchilardir. Ular arshning o'ng tarafida turganlarga qaraganda Alloh taologa xos va yaqin kishilar bo'lib, Alloh taoloning dargohida esil martabaga ega bo'lganlardir. Ularning ichida payg'ambarlar, rostchillar va Alloh yo'lida shahid bo'lganlar bor. Ular arshning o'ng tarafidan o'rin olganlarning soniga qaraganda oz sonini tashkil qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Birinchi firqa saodatmanlardir. Saodatmanlar qandoq odamlar? Ular nomi amali o'ng tarafidan beriladigan odamlardir. Ikkinchi firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qandoq odamlar? Ular nomi amali so'l tarafidan beriladigan odamlardir. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir. Alloh taolo bu so'zining oxiridimi insonlarning sakratga tushgan vaqtidagi ahvolini bayon qilib, ularni mana shundoq 3 qismga bo'ladi. Alloh taolo yana ularning 3 qismga bo'linganligini bayon qilib mundaq deydi: Ondan biz kitap, yani Kur'an'ni bendilerimizden biz tanlagan kişilerge miras kılıp verdik. Ularning bazısı özüge zulüm kılgıçıdır. Yani Kur'an'ni tilavet kıygan bilen emel kılmaydı. Bazısı otur haldır. Yani köp çağlarda Kur'an'a emel kılıp kısmen çağlarda emel kılmaydı. Ve bazısı Allah'ın izni boyunca yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchidir. Ana shu katta marhamatdir. Sura Fatir 32-oyat. Muhammad ibn Ka'b va Abu Harza, Yaqub ibn Mujahid qatorliqlar 3-firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir degan oyat haqida ular payg'ambar alayhisalomlardir dedi. Suddi ular illiyun deb ataladigan jannat ahlidir dedi. Bu oyat buyurilgan yaxshi ishlarni qilishga oldirganlar ko'z tutildi. Chunki Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Rabbinglarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga oldiranglar. Rabbinglarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. Kimiki bu dunyoda yaxshi ishni qilishga oldirsa, uni eng oldida qilsa, oxiratda eng oldida hurmatga sazovor bo'ladi. Chunki mukofot amalning o'z tipidan bo'ladi. Bu boshqalarga qandoq muomala qilsang, senmi shundoq muomalaga uchraganingga o'xshaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ular nozu ne'matlik jannatlarda Allohga yaqin bo'luvchilardir. Alhamdulillah. Yuqorida sura Voqea tafsiridan 12-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.